Ramazon. Onasini ko'r, qizni olgan gap bor. Onasini ko'rsam qiz rozi bo'lmaydi, qizni ko'rsam onasi rozi bo'lmaydi. Oxiri ikkovsini ham bir qilib ko'raveraman deyman-da. Voy, bilet. Ha, To'lik tog'a? Maktabda nega janjal qilding? Qo'y emasmi sizga? O'zi nito gapirsa so'rab oldim. Menga vobshe farqillamay, tushundingmi? Ertaga o'zingdan so'rab olsam, meni peshonamga shumruingni oqizib kelma. Maktab senga urushadigan joy emas. Kaltaqinga mazgim qotirmay. Maqsad yo'ting, nimaga chaqirdingiz o'zi? Kreditingni to'la deb chaqirdim. Aybim kafil bo'lganimmi mashinangga? 2 oydan beri oylik olmayman. Iplasang boshini ochira. To'g'janchilikda seniki meniki bo'lmaydi. Mashina krediti sizning nomingizga chiqqan. 1.5 to'lasangiz hech nima qilmaydi. Hali yana 2 yil bor. To'lik tog'a hormang. Keqanjiyan. Notariusda 2 minutlik ishcha bor. Barkilik. Ha, biror nima oldingmi? Yo'q, mashina sotuvdim. Ha, bizning nomda mashinani siz sotmoqchisiz. Biz bexabar, ha? Mana sotiladi mashina. Olib kelib menga qo'ydan qurib. Shuncha to'layapman, nima bo'ladi? Tog'a jiyanchilikda seniki meniki bo'lmaydi. Nima qilib 2 yil to'lagan bo'lsang to'lagandirsan. Otishtaja, hayvonlar! Otlaring!